Berilgan chizmada y va x orasidagi proportsionallik koeffitsiyenti nechaga teng? Demak, biz siz bilan y va x orasidagi proportsionallik koeffitsiyentini topishimiz kerak ekan. Va mana bu proportsionallik koeffitsiyenti sizga birozgina qiyinroq tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin hech ham xavotir olmang. Bu eng oson mavzulardan biri hisoblanadi. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, proportsionallik koeffitsiyenti o'zi nima degani? Agar biz siz bilan mana shu chizmadagi biror bir nuqtani oladigan bo'lsak, keling mana bu nuqtani olamiz. Agar biz siz bilan mana shu nuqtani oladigan bo'lsak, birinchi bo'lib uni x va y ni aniqlashtirib olamiz. Demak, bu nuqta x hamda y da joylashgan bo'ladi. Va agar biz mana shu yerdan y x ga proporsional ekanligini aniqlamoqchi bo'lsak, biz buni y teng k ko'paytirilgan x tarzida yozib olishimiz mumkin. Demak, bu bizda y teng k ko'paytirilgan x va bizga berilgan mana bu k proportsionallik koeffitsiyentiga teng bo'ladi. E'tibor qiling, proportsionallik koeffitsiyenti shunchaki mana bu k ga teng bo'lar ekan, ya'ni x ni biror bir koeffitsiyentga ko'paytirganimizda har doim y kelib chiqadi. Biz buni birozgina boshqacharoq ko'rinishda yozib olishimiz ham mumkin. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, proportsionallik koeffitsiyentini topish uchun biz shunchaki y ni x ga bo'lib yuborishimiz kifoya. Ya'ni y ni x ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, biz siz bilan proportsionallik koeffitsiyentini topib olgan bo'lamiz. Demak, mana bu k bunga teng edi. Ko'rib turibsiz, proportsionallik koeffitsiyenti shunchaki y taqsim x ga teng bo'lar ekan. Endi keling birgalikda mana shu chizmadagi proportsionallik koeffitsiyentini topib olamiz. Bizga mana bu nuqta berilgan va bu nuqtani joylashgan o'rnini belgilab olamiz. Ko'rib turibsiz, x o'qida 3 da hamda y o'qida 2 da joylashgan. Demak, bu nuqta 3 u 2 da joylashgan ekan. Endi yozib oladigan bo'lsak, y 2 ga teng, 2 teng bo'ladi. Proportsionallik koeffitsiyenti bizga noma'lum, yozib olamiz k ko'paytirilgan. Endi x ga e'tibor qiladigan bo'lsak, x 3 ga teng edi va x ni o'rniga shunchaki 3 ni yozib olamiz. Ko'rib turibsiz, 2 teng bo'lar ekan k ko'paytirilgan 3 ga. Va agar biz siz bilan k ni topib olmoqchi bo'lsak, har ikkala tomonni 3 ga bo'lib yuborishimizga to'g'ri keladi. Shunda mana bu uchlar qisqarib ketadi va bu yerda k ni o'zi qoladi. Demak, k 2 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan va k bizdagi proportsionallik koeffitsiyenti edi. Demak, berilgan chizmada y va x orasidagi proportsionallik koeffitsiyenti 2 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Va biz buni mana bu tenglama orqali ifodalab olishimiz ham mumkin edi. Demak, bizga berilgan y, ko'rib turibsiz, 2 ga teng. Demak, y ni o'rniga 2 ni yozib olamiz hamda x 3 ga teng edi. Ko'rib turibsiz, k 2 taqsim 3 ga teng bo'ldi. Demak, agar biz siz bilan y va x orasidagi proportsionallik koeffitsiyentini topmoqchi bo'lsak, shunchaki y ni x ga bo'lib yuborishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, mana shu chizmadagi proportsionallik koeffitsiyenti 2 taqsim 3 ga teng. Keling endi yana bitta masala ishlab ko'ramiz. Shunda mavzu sizga yanada tushunarliroq bo'ladi. Qaysi to'g'ri chiziq uchun y va x orasidagi proportsionallik koeffitsiyenti 5 taqsim 4 ga teng? Ko'rib turibsiz, bizga 3 ta to'g'ri chiziq berilgan va mana shu to'g'ri chiziqlarning birida proportsionallik koeffitsiyenti 5 taqsim 4 ga teng ekan.
va biz siz bilan qaysi to'g'ri chiziqda y va x orasidagi proportsionallik koeffitsiyenti 5 taqsim 4 ga teng ekanligini topib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib keling, proportsionallik koeffitsiyenti nimaga teng ekanligini yozib olamiz. Avvalroq ko'rsatib o'tganimdek, k, ya'ni proportsionallik koeffitsiyenti y taqsim x ga teng bo'ladi. Demak, bizga berilgan proportsionallik koeffitsiyenti 5 taqsim 4 ga teng edi. Endi mana bu to'g'ri chiziqlarni birma-bir tekshirib chiqamiz. Ko'rib turibsiz, mana shu holatga mos tushishi uchun biz siz bilan y 5 ga yoki x 4 ga teng bo'lgan holatni topib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda ishimiz anchagina osonlashadi. Keling, y 5 ga teng bo'lgan holatni olamiz. Mana bizga berilgan a to'g'ri chiziq va ko'rib turibsiz, mana bizga berilgan y 5 ga teng, y 5 ga teng bo'lganida bizga berilgan x 1,5 ga teng bo'lmoqda. Demak, mana bu nuqtaning x 1,5 ga, y esa 5 ga teng ekan va agar biz siz bilan mana shu nuqtadagi y va x orasidagi proportsionallik koeffitsiyentini topmoqchi bo'lsak, bizda k 5 taqsim 1,5 ga teng bo'ladi. Lekin bizga berilgan k 5 taqsim 4 ga teng edi. Shu sababdan bu javob xato, demak bu javobga e'tibor qilmaymiz. Endi ikkinchi to'g'ri chiziqqa e'tibor qilamiz. Keling, yana y 5 ga teng bo'lgan nuqtani topib olamiz. Mana y 5 ga teng bo'lgan nuqta va ko'rib turibsiz, bu yerda x 4 ga teng. Demak, x 4 ga hamda y 5 ga teng ekan va bu yerdagi proportsionallik koeffitsiyentini topib oladigan bo'lsak, k teng bo'ladi y taqsim x ga. Y bizda 5 ga, x esa 4 ga teng. Demak, ko'rib turibsiz, k 5 taqsim 4 ga teng bo'ldi va bizga berilgan holatda ham proportsionallik koeffitsiyenti 5 taqsim 4 ga teng bo'lishi kerak edi. Demak, mana bu b to'g'ri chiziq bizga mos javob bo'la oladi. Chunki mana shu to'g'ri chiziq uchun y va x orasidagi proportsionallik koeffitsiyenti 5 taqsim 4 ga teng ekan. Yana bir marotaba takrorlab o'taman. To'g'ri chiziqdagi y va x orasidagi proportsionallik koeffitsiyentini topmoqchi bo'lsangiz, shunchaki y ni x ga bo'lib yuborishingiz kerak bo'ladi. Endi sizga savol. Mavzuni yakunlashdan avval qiziq bir savol bermoqchiman. Agar bizga y teng x tenglamasi berilgan bo'lsa, mana shu holatda proportsionallik koeffitsiyenti nechaga teng bo'ladi? Videoni to'xtatib, o'zingiz o'ylab ko'ring. Endi keling, birgalikda ishlab olamiz. Proportsionallik koeffitsiyenti bizda y teng, k ko'paytirilgan x ga teng edi. Bizni holatda esa y shunchaki x ga teng va biz mana bu yerda yozmasak ham 1 borligini bilamiz. Demak, bu bizda 1 ko'paytirilgan x. Demak, mana shu 1 bizdagi proportsionallik koeffitsiyenti, ya'ni k bo'ladi. Agar mana bu formula orqali ham ifodalab olmoqchi bo'lsak, bu bizda y taqsim x hamda y taqsim x 1 ga teng bo'lar ekan. Ko'rib turibsiz, agar bizga y teng x ifodasi berilgan bo'lsa, bunday holatda proportsionallik koeffitsiyenti 1 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, har safar x hamda y ning qiymati bir xil bo'ladi va buni mana bu yerda chizib oladigan bo'lsak, x 1 ga teng bo'lganda y ham 1 ga teng bo'ladi. X 2 ga teng bo'lganda y ham 2 ga va mana shu tarzda davom etib ketaveradi va u taxminan mana shunday to'g'ri chiziq ko'rinishida bo'ladi. E'tibor qiling, har safar x va y ning qiymatlari bir xil. Umid qilamizki, proportsionallik koeffitsiyenti sizga tushunarli bo'ldi.